Akalar mana xudo xolasa yemoq ichmog'iga qanaqa ekan deb o'ylanayotganlar. Ikkilanmanglar. Xudo xolasa quruq poholda yeyotganini aka sarazi videoga qilib olib yoritib beramiz. Assalomu alaykum. Halol savdo YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, bizni muntazam hamda nomuntazam kuzatib, qo'llab-quvvatlab kelayotgan aka-ukalar, opa-singillar, kanalimiz mehmonlari. Biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur qishloq Saroy qishlog'ida, Optimchilar qishlog'ida yangi kanalimizda arzonchi bo'laman degan Azamjon ukamizni mini mol firmalariga keldik. Bu yerda sotiladigan mollar bor ekan. O'shalarda video obzorini qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz. Albatta videoni boshlashdan oldin bittadan like bosib, kanalda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa mana bunday videolardan chiqib boradi, ko'rib birinchidan ko'rib turib, xudo xolasa chiroyli mollarni yaxshi narxda, arzon, ulgurji narxda xarid qilishga muyassar bo'lsa xudo xolasa. Demak, akalar biz video syomkalarimizni boshladik. Azamjon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum obunachilar. Bugun uyda turgan, yemda turgan mollarni sotyapmiz aka. Aha. Kasal yuqmagan aka. Xudo xolasa. Bir haftaga garantiyasini ham beraveramiz. 26 bosh mol bor aka. Obshi 26 bosh mol bor. 26 bosh. Hammasi sog'lom, ko'rdorlari qizilgan, hamma narsasi. Bu yerda 6 bosh xudo xolasa. Bu yerda 6 bosh, yana nariga oldi qolgani bor 20 ta. Bo'ldi. Bo'lmasa bir qator yoritib ko'taraylik. Ko'k buqa ekan, yaxshi narsa ekan, lekin oyoq qo'li xudo xolasa baquvvat ekan, stakan degandek. 1 metr pilis. Akalar mana kalla kishina, gavdaga nisbatan kalla kishina, gardan oldilari holati yaxshi, to'qolmi? Hech gap yo'q. Oyoq qo'llari yaxshi narsaga do'xlasa. Bo'yi 1 metr pilis. Bo'yi 1 pilisga beramiz. Xo'p, narxi-chi? Narx 12 millionga hayri bor. 12 million hayri bor. O'tib beraman. Telefon qilishsam bittadan like bosib turishsin aka. Narxlar yengil qo'ying. Azamjon, halol savdodan men telefon qilsa chiroyli hayri bormi, xudo xolasa? Chiroyli hayrni qilib o'tib beraman aka. Obuna bo'lganlarga-chi? Obuna bo'lganlarga ham aka, vaqti zo'r qilib o'tib beraman aka. Narxi yengil bizda. Narxi yengil xudo xolasa. Uyda turgan mollar aka. Mana aka. Bozorga hali chiqmagan. Xudo xolasa sirazi o'zi bilan. Xo'p, Azamjon, bunisi qanaqa? Bitta shved. Ana ikkinchisi. Bu uchinchisi. Bu ham shved shekilli. Bunisi ham oqquloq, oqtumchoq shved akalar. Qorong'ida ozroq yaxshi ko'rinmayapti. 1.5 pilis minusga olishaversin. 1.5 pilis minus a? Yaxshi narsa ekan mana xudo xolasa keldilar. Oyoq qo'l ham uzun, gavda ham uzun. Xo'p, uchtasi bir joyga qancha xudo xolasa? 13 million 500 dan o'tib beraman aka. 13 million 500 dan xudo xolasa xayri bor. Telefon qilishaversin, chiroyligina. Ha. Xayri bor aka. Xayri bor xudo xolasa. Mana shu bittani alohida qo'yamiz. Bittani alohida qo'yamiz. Aha, hop bu qancha? 14 million. 14 million. Xayri bor buni. Telefon qilishaversin. Sal bunda nimadir kasallik mana bo'ynidagi nima u? Bo'yindagilar tulagan, hali. Tulagan. Kisochkagan. Ko'rishgan. Yemoq ichmog'iga bir hafta kafolati bor. Hamma molda ham. Yemoq ichmog'iga hammasiga 10 kunga ham kafolat beraveramiz aka. 10 kunga kafolat. Uyda molda kasal yuqmagan. Ha, hech gap yo'q. Mana bitta anguska gibridi bor. Akalar mana e'tibor berib qaranglar, oyoq qo'llar mana haqiqiy baquvvat. Ko'kraklar keng, gardanlar. Mana orqalarni ham ko'ringlar. Xudo xolasa haqiqiy yaxshi narsa ekan. Bo'ladigan narsa o'zi boshidan ma'lum degandek juda endi ayfolga o'xshagan narsa ekan. Azamjon, bu narxi nima deymiz xudo xolasa? 16 million. 16 million, kami bor, xayri bor. Bizni obunachilarimiz uchun aynan halol savdodan men telefon qilsa chiroyli bonus qilib berasizmi? Siz obunachilaringizga aka narx bomba qilib beraman. Hammasini narxini yaxshig'ini o'tib ham beraman aka. Telefon qilishsin, bittadan like bosib obuna bo'lib turishsin. Narxlar yengil bo'ladi. Akalar, xudo xolasa mana like bosib obuna bo'lib telefon qilinglar. Yaxshilardan olasizlar xudo xolasa. Muhimi arzon, yana yaxshi narsa olasizlar arzon pulga xudo xolasa. Hop, keyingi videoda narigidan olaveramiz a? Hurmatli obunachilar, mana xudo xolasa ikkinchi partiya mollarimiz. Bular hammasi buqoya Azamjon? Hammasi buqa ekan. Hammasi buqa. Bo'ylari ham xudo xolasa mana 1 metr pilis, xotirjam, 1.5, 1.7 atrofida, 1.10 ligi ham bor mo'ljalimda Azamjon. 1.5 pilis minusga olishaversin. 1.5 pilis minusga olasizlar akalar. Oyoq qo'llari baquvvatlari. Xudo xolasa mollari yaxshi ekan buqalar xudo xolasa. Yemoq ichmog'i mana bunda yurishda o'zi bilinib turibdi akalar. Chehrasidan xudo xolasa yurib. Baquvvari yaxshi variantdagi buqalar ekan. Hop, Azamjon, bo'ladi. Narxi nima deymiz? 12 million 500 ming aka hayriga o'tib beraman. Qancha o'tasiz? Siz obunachilaringizga aka halol savdoga 300 mingdan o'tib beraman. 300 mingdan? Bo'laveradimi aka? 12 million 200 dan. Pilis minusi bor, tanlab olasiz. 300 mingdan. Bu tanlab olishga qancha? 13 milliondan tanlab olasiz. 13 million tanlab oladi. 13. Demak, pilis bor joyda minus ham bor-da, xudo xolasa. Minus ham bor aka. Minus ham bo'ladi, xudo xolasa.
Bo'pti, xudo xolasa 12.200 mingdan, xudo xolasa azizimjon 12.200 mingdan o'zlariga ham chiroyli xayr qilib berasiz, xudo xolasa bo'lmasa. Gap yo'q. Sizlar mana xudo xolasa molda ishqibozlariga yaxshi narsalar ekan, ko'chat narsalar ekan. Soni nechta? 7 dona soni. 7 dan bir xizil. Bir joyga akalar olinglar, xudo xolasa maza qilasizlar akalar. Haq tavsiya qilsa bo'ladigan yaxshi mollar ekan. Keyingilarga navbat beramiz azizimjon. Bo'ldi. Azamjon ukamiz ham akalar xudo xolasa optimchida, mol serob xudo xolasa. Kelaverasizlar, ishlaring bitadi. Muhimi arzon, xudo xolasa. Narx yengil aka, uyda turgan mollarni arzon sotamiz. Bozorda olsak endi foyda qilmasa sotmaymiz aka. Ular foyda qilaveradi. Foyda qilaveradi xudo xolasa, gap yo'q. Bu ham shved shekilli azamjon. Bu ham shved aka. Yaxshi. Mana shu bittan o'zini qo'yamiz aka. Hop, bittan qancha qo'yamiz? 13,5 million. Xayri bor. 13 million 500 ming. Qancha xayri bor? Xayriga aka, shon qilishsa o'tib beramiz. Chiroyligina o'tib beramiz. Chiroyli o'tib beriladi. Bo'yi nechi buni? Bu ham bir piyli xotircha. 1.5 atrofida chiqyapti ham. Bularchi? Mana, shu yerda 6 tasini bittan qo'yamiz. 1. Hop, akalar mana 1 2 hop 3 o'zi jir bitib qolibdi. 4 5 akalar bir boshqatdan ko'ringlar, e'tibor berib, xudo xolasa qaysi biriga yo'lak jizdisi alohida chiqarsa 6 tasi. Bular narxi, bo'ylari qanaqa bo'ladi 6 tasini? Bo'ylari 1.5 dan 1.10 gacha olishsin. 1.5 dan 1.10 gacha olishaveradi xudo xolasa. Narxi-chi? Bu 6 dan bir joyga olsak 14 milliondan xayriga o'tib beraman yana. 14 million 6 tasi xudo xolasa. Yaxshi bo'ldi akalar, xudo xolasa. Xayri bor-a? Chiroyligina xayri bor, xudo xolasa. 50 ming 100 ming emas, dadil tushasizmi? 100 ming o'tmaymiz aka, yaxshigina o'tib beramiz. Gap akalar, xudo xolasa. Aloqa chiqarasizlar. Endi mana haqiqiy ishqibozlarga yemini yeb turgan, et olishni boshlagan variantdagilardan ham bor ekan, xudo xolasa akalar. Tavsiya qilamiz. Xo'p. Mana shu 4 tasi bir joyga qo'yamiz aka bularni. Xo'p, xudo xolasa. Mana birinchisi. 1 Qirg'izniki o'sha berkasiga ko'zim tushayotganda akalar ko'rinyaptimi yo'qmi? Omon hurkayotgan Kg. Qirg'iziston xudo xolasa. Yaxshi narsaga oyoq qo'li baquvvatligi bilan bilib turibdi. Ikkinchisi. Bu ham tariqlagan-a? 3 4 Bu ham baquvvat narsa ekan, xudo xolasa akalar. Mana ko'ringlar, e'tibor beringlar. Oyoq qo'liga e'tibor beringlar. Haqiqiy oyog'i iligi to'la baquvvat narsa ekan. Buni bo'ylari qanaqa bo'ladi? Bularniki 1.10 dan 1.15 gacha. 1.10 dan 1.15 gacha. Ana haqiqiy yaxshi narsalar ekan. To'rttasi aka bo'ydor yaxshi narsalar. Boqsa bo'laveradi. Bo'ydor ham, oyoq qo'li ham, mana bo'ylar asosan bo'yini, gardang holatlari ham yaxshi ekan. Oyoq qo'li, bo'yin uzun. Go'sht beradigan narsa akalar, buni boqishdan maqsad shu daromad qilish yaxshi narsa ekan. Hop, azamjon narxi nima deymiz bo'ladi? To'g'ri, bir joyga aka 16 dan o'tib beraman yana. 16 million o'tib berasiz, xudo xolasa. Tanlab olishga nima bo'ladi, xudo xolasa? Tanlab olish 500 ming plyus minusi bor. 500 ming plyus minusi bor. Akalar, xudo xolasa qaysidir mollar yoqqan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Misol uchun, mana shu molimizni xudo xolasa tavsiya qilsa bo'laveradigan yaxshi narsa ekan. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa videoga like bosib, kanalda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa biz chiqarayotgan videolar birinchidan bo'ladi. Xudo xolasa albatta qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat